minutda ham ko'p narsani o'rgansa bo'ladi. Menimcha buning uchun даже adashmasam spesialniy termin ham bor, ya'ni micro learning deyiladi. Micro o'rganish. Mana o'sha narsa bilan bugun shug'ullanamiz. Ketib qolma, 5 minut vaqting ketadi, lekin neyrokirurgiyada uchadigan qon ketishlar haqida 5 minut ichida o'rganib olasan. Xo'sh, mana. Men bu yerda yig'ib chiqdim eng ko'p uchadigan qon ketishlarni. Birinchi ko'rayotganimiz o'zi nima bu? Bu ko'rayotgan narsamiz bu demak, mana bu narsa bu kompyuter tomografiya. Kompyuter tomografiya nimaga? Chunki shoshilinch neyrokirurgiyada eng ko'p ishlatiladigan diagnostika usuli kompyuter tomografiya. Tez qilsa bo'ladi va ko'p narsani tez ko'rsa bo'ladi. Особенно qon ketishlarni. Kompyuter tomografiyada giperdens bo'ladi qon. Ya'ni giperdens, ya'ni o'ziga juda ham ko'p nurlanishni o'ziga qabul qilib oladi. Mana bu ko'rib turgan narsa bu nima bu? Bu suyak. Bu suyak. Ya'ni mana bosh mana bunaqasiga kesilgan, aksialni kesgan kolbasaga o'xshab. Atrofidagi bu suyak giperdens hisoblanadi. Yana biz nimani ko'ryapmiz yana bundan tashqari? Biz mana bu narsani ko'rib turibmiz. Ya'ni suyak mana bu yerda mana bunaqa aylangan narsa bor. Bu nima bu? Mana bu bosh miya, to'g'rimi? Mana bu qorinchali ventricle ichida bosh miya suyuqligi. Mana bu narsa esa, mana bu narsa. Bu qon. Ya'ni subdural gematoma. Subdural gematoma, ya'ni zub degani pastda, dura degani o'sha bosh miyani terisi, o'shaning tagida joylashgan subdural gematoma. Formasi mana bunaqa bo'ladi. Yarim oy shaklida bo'ladi. Bu kompyuter tomografiyasida bitta e'tiborli joyi bor, juda ham e'tiborli joyi bor. O'shanga обязательно e'tibor berish shart. Chunki, ya'ni nima bu? Midline shift degan narsa bor inglizchada. Ya'ni midline degan nima degani? O'rta chiziq. Ya'ni biz mana bosh suyagini o'rtasidan bunaqa chiziq o'tkazamiz. E'tiborli joyi, mana bu joyi o'zi o'rtasi bo'lishi kerak. Lekin ko'rib turibmiz, mana bu yerga cho'zilib chetga surilgan. Nimaga? Chunki mana bu yerda mana bu gematoma, mana bu gematoma mana bu yerga bosib turibdi va miyani chetga suryapti. Tushundinglarmi? Bu subdural gematoma. Demak, dalish ketamiz. Xuddi shu narsani ko'rib turibmiz, ya'ni yarim oy ko'rinishidagi qon ketishi miyani atrofida. Lekin farqi nimada endi deb so'rasang, mana xuddi shunaqa bo'lgan, to'g'rimi? Farqi nimada lekin? Farqi. Ya'ni xuddi shunaqa ko'rib turgan narsamiz mana bu yerda rangi sal boshqacha, to'g'rimi? Mana bu yerda giperdens, oppoq suyakka o'xshagan. Lekin mana bu yerda sal qoraroq. Qoraroq nimaga o'xshayapti? Mana bu narsa nima? Bu qorincha. Qorinchani ichida bosh miya suyuqligi, likvor, to'g'rimi? Likvor suv. O'shaning uchun suv qoraroq bo'lib ko'rinadi. Ya'ni kamroq o'ziga qabul qiladi nurlanishni. O'shaning uchun bu qoraroq. Nima sababli desang, bu subdural gematomaning surunkali varianti. Ya'ni 4-6 hafta o'tgandan keyin qon sekin yo'qolishni boshlaydi, anaqa suvga aylanadi. Xuddi shunaqa ko'rinishda keyin bo'ladi. Xuddi shunaqa bu yerda ham ko'rsa bo'ladi. Ya'ni midline shift, ya'ni boya ko'rgan narsamiz xuddi shunaqa mana bu yerda o'rta liniya, bu ham chetga surilib qolgan. Yana bitta e'tiborli joyi bizani qorinchalarimiz, ya'ni bosh miyani ichidagi qorinchalar lateral ventricle, mana bu bittasi, ikkinchisi vashi ko'rinmayapti. Nimaga? Chunki siqilib qolgan. Mana bu qon hisobiga bosh miyani bu yoqqa siqib qo'yganda, xuddi shuni ichiga bosh miya parenkimasining ichida o'rtasida joylashgan qorincha siqilib qolgan. Ana o'sha narsani biz ko'rib turibmiz. Bu surunkali subdural gematoma. Demak, keyingisi nima bu endi? Bu nima? Точно subduralniy gematoma emas. Nimaga o'xshayapti? Subduralniy gematoma bo'lmasa agar, lekin formasi sal boshqacha. Nima deydi? Ana lupaga o'xshatishadi. Ko'zoynak bo'ladimi lupa? Ana o'shanga o'xshagan formada. Nimaga? Chunki bu epidural gematoma. Ya'ni epi degani ustida degani. Dura qavatining ustida qon ketyapti.
Bu ko'pincha arterialniy qon ketish bo'ladi. O'sha middle meningeal artery degan arteriya bor, o'sha yoriladi ko'pincha travma sababli va durani usti qavatiga arterial qon yig'ilishni boshlaydi. Xuddi shunaqa biz ham bu yerda ko'rib turibmiz, mana bu yerda midline shift, ya'ni o'rta liniya mashqi bo'lishi kerak, lekin bunda ham xuddi shunaqa chetga surilgan. Demak, davom ettiramiz. Endi bu nima bu? Bu вообще boshqa narsalarga o'xshyapti, to'g'rimi? Subduralniy gematoma ham emas, epiduralniy gematoma emas, qanaqadir g'alati, anaqa hamma joyga tarqalgan o'rgimchakka o'xshab ketadi bitta tarafdan. Mana buni hammasi ham qon. Mana oq narsa, oq bo'lib ko'rinayotgan narsalar bu hammasi qon. Nima desang bu zub arachnoidalное кровотечение. Ya'ni arachnoidal qismi bor, miya qavatlarini, ana o'sha yerda tarqalgan qon. Bu ko'pincha ham ko'rib turgan bo'lsang, pasida joylashgan, to'g'rimi? Bosh miyani pasida joylashgan. U yerda shunaqa sisternalar bor. Sisternalar u yerda bosh miya suyuqligi joylashgan. Sisternalarning ko'pchilik o'tgan joyida esa arteriyalar joylashgan. Va bunaqa ko'rinishda qon ketishi ko'pincha anevrizmalarni yorilganda biz kuzatamiz. Anevrizma yoriladi va ana o'sha pastdagi sisternalarda tarqaladi. Ana o'sha yerda xuddi shunaqa kompyuter tomografiyani ko'ramiz. Bundan keyin qilinadigan ish o'sha больной o'sha bemor yotganda kompyuter tomografichida srazu kontrast moddasi beriladi va CTA, ya'ni kompyuter tomografический angiografiya qilinadi. Ya'ni biz qon tomirlarini ko'rishimiz kerak. O'sha qayerda o'sha anevrizma yorilgan va qayerdan qon ketayotganini ko'rishimiz kerak. Keyinchalik o'sha operatsiya qilib, o'sha ketayotgan qonni to'xtatish uchun. Lekin bitta savolga javob berasiz kommentariyada. Umuman zolotoy standart nima hisoblanadi anevrizmalarni diagnostika qilish uchun? Xo'sh, bo'lmasa davom ettiramiz demak. Xo'sh, bucha umuman hech qaysiga o'xshamayapti. Mana bitta qanaqadir g'alati, tak. Mana bitta вообще qanaqadir g'alati, mana bunaqa yig'ilib qolgan qon. Qayerda joylashgan? Bu bosh miyani parenximasining to'qimasining ichida joylashgan, ya'ni intracerebralное кровотечение deyiladi. Bu yerda bitta e'tiborli joyi bor. Ya'ni mana bu narsa. Mana bu nima? Mana ko'rib turgan bo'lsang ana. Mana bunaqa atrofida sal takoy rangi sal boshqacharoq. Atrofida qon ketgan joyni atrofida joylashgan. Mana bu ko'rib turganimiz bu mana bu hammasi bosh miya to'qimasi, to'g'rimi? Bitta rangiga ega, kulrang rangiga ega. Oppoq, mana bu tushundik, bu qon. Svejiy, hozir oqayotgan qon. Mana bu narsa tushundik, qora bu qorinchalar. Uning ichida likvor joylashgan. Shuning uchun rangi shunaqa. Mana bu esa o'sha likvor bilan, ya'ni miya to'qimasining rangining o'rtasidagi, ya'ni sal suyuqlashgan bosh miya to'qimasi bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni bu edema, ya'ni atyok. Perifokalniy atyok deyiladi. Ya'ni mana bu fokus bo'lishi o'shani atrofida bosh miyani reaksiyasi, shuni hisobiga atyok bo'lgan. Bitta narsani bildiradi bu yerda, ya'ni qon hozirgina ketmagan, bu qon ketganiga qanchadir vaqt o'tgan, chunki atyok srazu rivojlanmaydi. Sal vaqt ketgan bo'ladi. Xo'sh, demak davom ettiramiz. Oxirgisi bu nima endi bu? Bu juda ham qanaqadir boshqacha. Unga ham o'xshamaydi, bunga ham o'xshamaydi bitta tarafdan, to'g'rimi? Mana bu yerda vроде bunaqasiga yig'ilgan qon bor. Bitta tarafdan mana bunaqasiga yig'ilgan joyi ham bor qonni. Lekin formasi, konturlari chotki nimagadir mana bu yerda. Nimaga? Chunki mana bu narsani, mana bu ko'rib turgan strukturani davomi, ya'ni ichida joylashgan. Bu nima bu? Bu o'sha lateralniy ventricle, ya'ni o'sha chetdagi qorincha, ya'ni qorinchalarni ichiga oqqan qon. Qayerdan kelib chiqqan desa, скорее всего, mana bu yerdan kelib chiqqan. Bu talamusni yonida yoki talamus ichida yoki o'sha bazalniy gangliyalarda qon oqishi ko'pincha mana shunaqa yorilib
ventrikullarning ichiga qon quyadi. Bu ko'pincha gipertonический krizda, ya'ni qon bosimi yuqori bo'lgan bemorlarda juda ham yuqori ko'tarilib ketganda mana shunaqa yorilib qon ketishi kuzatiladi. Bu bemorga IVD qo'yish kerak. Shu, ana aytdim-ku, 5 minutda shuncha narsa o'rgansa bo'ladi. Yoqqan bo'lsa, обязательно like, studentlarga tashab qo'y и